O'rta Osiyo, bizni xalqlarga e'tibor bersangiz, biz ko'pchiligimiz kasalga o'xshaymiz va birovlar uchun yashaymiz. Uy qilamiz, odamlarga ko'rsatib qo'yish uchun. To'y qilamiz, odamlarga bildirib qo'yish uchun. Mayitni kuzatamiz, ertasi indini o'sha qo'y so'yib, 3 kundan keyin qo'y so'yib, yana mayitni kuzatamiz, odamlarga bildirish uchun. Nimaga? Odamlar uchun yashamaylik, birodarlar. Chunki odamlar siz bilan men uchun yashamaydi. Yashamaydi ham. Yashamadi ham. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Tarixdan o'zgarmagan narsani nima uchun biz kelajakda o'zgartirishga harakat qilamiz? O'sha uchun biz jamoat aytib bersak, bayon qilib aytamiz-ku, hurmatli jamoat. Xudo uchun qiling, ya'ni Alloh uchun. Allohning roziligi uchun qiling. Shu oxiratga ertaga foydasi bo'ladi deb qiling. Biz Xudoga ishongan odamlarmiz. G'aybga ishongan mu'minlarmiz. Ular ertaga qiyomatga borganda Allohning huzurida biz savobni olishimiz kerak, birodarlar. Shu dunyodagi hamma narsani to'kib, odamlarga xo'ja-jo'rsin qilib, chaqayda olib, bir narsalarni qilib, ana ertaga qiyomatga borsam hech kimga cho'q bo'lib borishdi, hech bizga kerak yo'q.